Rostdan turib qol demadingmi? Nimaga turib qol deydi? Keyin turib qol deganda nima qildilar? Yo'q, qanday urishdilar? Soch qo'shilar urishmadilar. Gapini. Nega darsda gaplashib o'tiribsan? Men ahmoq so'rasam, menga gapirib yotsanmi? Unga deydi, pashol deydi, mashol deydi, nima uchun darsingni olib qo'yman uni. Aylantirib mayda so'rasa, men bilan indamasang, hamayda o'tirib g'iybat qilib o'tirasan. Workbookda 79-betni ochinglar. Tez 79-betda bajarib tushunmaganlaringda bemalol so'rashlar mumkin, lekin darsda bunaqa gaplashib o'tirmaymiz, maylimi? Dardlaring bo'lsa